Men Sevinch Abdurahmonova. Qur'on bu nur kursimizga start beramiz. Hech e'tibor berganmisiz? Qur'onni ochib o'qiyman deganingizda, 2 bet o'qiganingizda uyqungiz kelib, vibratsiya chastota yetmay yoki tushunmay boshqa o'qiy olmay qolasiz. Nima uchun unaqa bo'lasiz? Chunki Qur'onning har bir oyatida nuri bor. Allohning kitobi-ku axir. Alloh yozgan kitobda har bir oyatda nur bor. Qondagi shaytonning haqqi tozalanmay turib, biz asl tafakkur bilan tushuna olmaymiz. Qur'onda shunday oyatlar borki, tafakkur qilguvchilar uchun, aql egalari uchun alomatlar bordir deyilgan. 15 bora Qur'onni har bir oyatini tafakkur qilib, har bir kodlari bilan ochib chiqamiz. Keling, kursimizga kechqurunlari bedor bo'lib Alloh bilan gaplashishga sizni taklif qilaman.